Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu ko'prikdan 2 yil oldin video qilgan edik. Salto tashlab, keyin suzib chiqqan edik. Bu suvni tezligini juda tez. Bu yil mana suv o'tgan yilgidan ham ancha baland. O'tgan safar ko'prikdan 1,5 metr past bo'lsa, hozir 1,5 metr farqi bor. Ko'prikka tegay deb o'qiyapti. Mana chekkalari Juda tepaga chiqib kelgan suv juda ko'p. Tojikistondan oqib kelyapti. Qor yomg'ir yaxshi bo'lganligi uchun bu yil suv ham zo'r bo'lgan. Endi hozir videomizni bizlar faqat salto taylash uchun emas, master klass sifatida o'tkazmoqchimiz. Bu videoni hech kim qila olmaydi yoki yana kimdir tashlab like yig'sin degan maqsadga emas. Mana bu ko'prigimiz juda xavfli holatda qurilgan. Mana shu ko'prikda iloji bo'lsa mutasaddilar, kerakli odamlar yon atrofini setka bilan yopishlarini so'raymiz va endi o'zi bilmagan holatda xuddi shunaqa tez oqar suvga tushib ketadigan odamlar uchun qilmoqchiman, foydali bo'lishi uchun. Mana shunday tez oqar suvga o'zi bilmagan holda yoki ko'prikdan o'taman deb tushib ketgan odamlar uchun bitta yaxshi tavsiya. Suvga tushgan odam suzishni biladigan bo'lsa, birinchi o'rinda oqimga qarshi yoki oqim bilan birga suzish kerak emas, qirg'oqqa qarab suzish kerak. Suv qancha tez bo'lishidan qat'iy nazar, qirg'oqqa qarab yon tarafga qarab suzilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Suv endi o'zi olib borgan masofagacha olib ketadi, baribir tezligini hisobiga, lekin qirg'oqqa qarab anchagina suvni olib borishiga qarab, sizning suzishingizga qarab chekkalaysiz. Chekkaga borgandan keyingi beriladigan tavsiya, agar suvni yerda mana jar holatida bo'lsa, tuproq yerlar tikka jar holatdagi suvlar bo'lsa, chiqadigan odam oyog'ini qo'yish kerak emas. Birinchi qirg'oqdagi atrofdagi o'tlar, chimga o'xshagan narsani ushlab olib, qo'l bilan talchoq qilib ko'tarilib osilish kerak. Oyoqni tirab pastga qo'yaman desangiz, agar jarda tagi suv yuvib ketgan joy bo'lsa, suv o'zini ostiga pastga tortib ketish mumkin. Shuning uchun qo'l bilan ushlab, talchoq qilib, sakrab, gavda bilan osilib olib, qorin bilan osilgandan keyin chiqib ketish kerak. Shularni tavsiya beramiz. Mana bunaqa beton bo'ladigan bo'lsa, agarda beton tez oqar bo'ladigan bo'lsa, qirg'oqqa qarab suzganingizdan keyin betonlarda har bir ulangan joylari bo'ladi. O'sha ulangan joylaridan o't o'sib chiqadi yoki bo'lmasam qandaydir qirra joylari bo'ladi. O'shalarni ushlab chiqishlaringizni tavsiya beramiz. Mana shu videomizni mana oxirigacha ko'rasiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar degan umiddaman.